Radnoy bekorga oshxonadan boshlamayapman. Uyni issiqligidan trezalarni o'chishga majbur bo'ldim. Hozirda hamma joyda momo bo'layotgan gaz bu yerda bor. Turetsga ataplenlar qo'yganlar. Kataloga bitta baho berasiz. 6 qavatlik dom 4-etajda 75 metr kvadratdan iborat. Bemalol mana bu yerda oshxona mebelingizni qo'yib, ovqatlanish uchun zona qilsangiz bo'ladi. Uylari ham ancha katta. Bu esa uyimizning yotoqxona qismi. Kataloga bitta baho berasiz. Kirib yashashga tayyor holatda. Alohida bo'lgan hojatxona va yuvinish xonalari. Ko'rishingiz mumkin, pastdan tepasigacha kafel qilingan. Bu hojatxona qismi. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, aeroport yo'lining ustida joylashgan 6 qavatlik dom. Asosiy kirib chiqish eshigi, to'g'rida esa uyning mehmonlari uchun zal qismi. O'zining ochiq balkoniga ham ega. Yuragingizday oppoqgina gilamlarga bitta e'tibor berasiz. Qimmatidan taxlab qo'yganlar. Kvartiraga 46.500 so'rashyapti. Yana kelishiladigan joy bor. Qiziq bo'lsa, nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelaverasiz.